Birdaniga 13 ta sim akalar. Mana shu 13 ta simimizni shundog'iga choqqillatib chopib tashlashgan. Bu holatga nima sabab bo'lgan? Mana shu ayni kattagina latogimizni kichkina quyib qo'yishgan. Shu sababdan kengaytirish maqsadida basenchi akalarimiz chekkalarni kesib kelib, bahonada mana shu kabellarimizni ham kesib o'tib ketishgan. Endi bu holatda men bularni ham aybdor qilmoqchi emasman, chunki bular ham bilishmagan va kabel borligini yoki so'rashmagan. Montajda basen quyilish jarayonida o'zi kabel beton orasiga qolib ketishi kerak edi, lekin o'sha paytda basen quyilayotgan paytda kabel tashlash eslariga kelmagan yoki elektrik chaqirish eslariga kelmagan. O'shaning uchun mana shu kabellarimizni ustidan montaj qilib bergan edik. Endi mana shu holatda endi akalarimiz bilmagan holatda kesib o'tib ketishgan. To'g'risi nima deyishni ham bilmayapman. Lekin achinyapman kabellarga, shuncha ishga, shuncha mehnatga, chunki kabellarimiz mana shu tomondan uzilmasan alohida har biriga kelgan edi. Endi bu joyda iloji yo'q kabellarimizni yaxshilab ulab, izolyatsiyalarni moshina qilib qo'yamiz, muammo bo'lmaydi xudo xolasa. Lekin ish paytida iltimos mana shunaqangi holatlar bo'lib qoladigan bo'lsa, o'zingizdan oldin kelgan ustadan bir qator so'rab, qayerda nima bor, suv turbasi o'tgan bo'lishi mumkin yoki mana shunaqangi kabellar o'tgan bo'lishi mumkin. Albatta so'rab ishlasak, bunaqangi muammolar bo'lmaydi deb o'ylayman. Agar bu holat sizni faoliyatingiz davomida bo'lganda nima qilardingiz? Hozir men nima qilishni bilmayapman to'g'risi. Bu holat menda to'g'risi birinchi marta bo'lishi, birdaniga 13 ta kabel, bitta ikkita bo'lib turardi, lekin 13 ta kabel birinchisi menda to'g'risi. Sensatsiya. Endi iloji yo'q ulab, chiroyli qilib izolyatsiyalab qo'yamiz. Mana shunaqa qurilishlarda akalar iltimos ehtiyot bo'lib ishlanglar. Albatta ustalar bilan maslahatlashib birgalikda qilsak, bunaqangi muammolar bo'lmaydi deb o'ylayman. Salomat bo'linglar, rahmat.